2,5 sotuv tayyor uchastkani 87 ming dollarga ko'rsataman. Xonadon egalari pul zaril yarmini sotishyapti. Qisqacha obzorni ko'rsataman. Qarang, o'zi bir 6 sotuvlik uchastkada, no yurib kelgandachi. Mana mana shuni ko'ryapsizlar. Hozir yaqinlashtiraman. Zinani mana mana shu yerdan shunday devor uriladi. Urilgandan keyin shu oxirigacha urilsa 10 ga uzunasi 25 bo'ladi. Bu yoq tarafi sotilyapti. Devor urilganda xullas bu yoq tarafi bu joylarda suv, gaz, svet, kanalizatsiya hamma sharoit bor. Yozga oshxonalar qilib qo'yishgan. Yurib kelganimizda tepalari yopiq unamizda. Hozir qisqacha tushuntirib o'taman. Darvozaxona qayerda bo'ladi deb so'raganimda, xonadon egalari aytishyapti, endi bu yerda kattagina mehmonxona. Bu yoqdan bitta kaletka ochilar ekanda, mana bu yerdan bitta devor urilganda, birinchi kaletkadan prixoshkaga kirib, keyin prixoshkadan kattagina mana shu mehmonxonaga kirilar ekan. Shunaqa deb aytishdi. Shuna kirib kelgandacha qaranglar, bu yoq tarafda, chap tarafda podolga tushib ketirish, tepaga chiqib ketirish, qaranglar. Mana mana shu yerdan devor uriladi. Bu yoq taraf o'zlik yopib qolishadi. Mana shu yerdan shuna devor uriladi. O'shanda mana bu xona o'tar ekan bu yoqqa. Kattagina yotoqxona bo'ladi. Bu o'tadi, keyin bu yon to'g'risidagi oshxona o'tadi. Oshxonani hovliga chiqarsanglar, yana bitta yotoqxona bo'ladi. Endi podolni ko'rsataman. Podollarni ko'ryapsizlar, regellar qo'yilganda, mana shu regeldan turib bitta devor urilar ekan. Bu yoq taraf podolidagi bitta xonasi, o'shanda bu yoqqa o'tyapti. Bitta kattagina xona. Orqa taraf hovlisiga ham o'tib oldim, orqa taraf ko'chasiga 10 ga 25. Boya ko'rsatganim bitta kaletka ochsanglar, o'rtaga prixoshka bo'ladi. Mana shu 3 ta deraza o'tyapti. Kiruvirish mashdan bo'lar ekan. Joylashgan joyi Toshkent tumani Kirovda joylashgan. Beton keran Ishintiygacha 2 kilometr. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Aloqa qilib baraka qilinglar.